Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Boltayev Davlatyor Egamberdiyevich 30 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan jarrohman. Hozirgi kunda o'z ish faoliyatimni MBFMed ko'p tarmoqli xususiy klinikasida olib boryapman. Bu klinikada quyidagi xirurgik patologiyalar bo'yicha xirurgik amaliyotlarni amalga oshiraman. Qizil o'ngachning barcha xirurgik kasalliklarida, oshqozon, ingichka ichak, yo'g'on ichak xirurgik kasalliklarida, xirurgik koloproktologiya problemalari bo'yicha, jigar, o't qopi, oshqozon osti bezi, qora taloqning xirurgik patologiyada bajariladigan barcha turdagi operatsiyalar, qorin devorida uchraydigan barcha xil churralarda gerniya, gerniya plastika operatsiyalari. Undan tashqari keng ko'lamda ambulator xirurgiya bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kunda dolzarb muammolardan hisoblangan semizlikning og'ir turida va qandli diabetning og'ir ikkinchi tipdagi holatida barcha turdagi bariatrik operatsiyalarni keng ko'lamda amalga oshiramiz. Agar sizlarda yuqorida ko'rsatilgan xirurgik muammolar kuzatiladigan bo'lsa, bemalol bizning klinikamizga murojaat qiling. Biz sizga sog'lom hayot va'da qilamiz.